Agar siz telefoningizga kelgan SMS kodni birovga aytgan bo'lsangiz, plastik kartangiz ma'lumotlarini biror saytga kiritgan bo'lsangiz yoki sizga pul tushdi, jarima bor, hisobingiz bloklanadi degan xabar olgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Men bugun har bir odam bilishi shart bo'lgan masalani tushuntiraman. Firibgarlar qanday ishlayapti? Nima o'zgardi? Kimlar xavf ostida va o'zingizni qanday himoya qilasiz? Bu ma'lumot hozir hammani, yoshlarni ham, ota-onalarni ham, tadbirkorlarni ham, pensionerlarni ham bevosita qamrab oladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri bosilgan tugma yoki bitta aytilgan kod bir necha daqiqada pulingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bunday ogohlantirishlarni oddiy, tushunarli va amaliy qilib yetkazib boraman. Oldin firibgarlik asosan bozorda, ko'chada, tanish bilish orqali yoki oddiy aldov yo'li bilan bo'lardi. Masalan, kimdir arzon telefon olib beraman, ish topib beraman, hujjat qilib beraman deb pul olib yo'qolib qolardi. Bunday holatda odam ko'pincha firibgarni ko'rgan, ovozini eshitgan, hatto qayerdandir tanigan bo'lardi. Dalil yig'ish ham nisbatan osonroq edi, guvoh bor, uchrashilgan joy bor, yozishmalar bor. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgarlar telefon, Telegram, Instagram, bank ilovalari, onlayn e'lonlar, soxta saytlar va hatto sun'iy intellekt yordamida ishlayapti. Ular sizni ko'rmasdan, sizning uyingizga kelmasdan, siz bilan yuzma-yuz gaplashmasdan pulingizni olib qo'yishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ular ko'pincha o'zini bank xodimi, davlat idorasi vakili, yetkazib berish xizmati, ish beruvchi, investitsiya maslahatchisi yoki yaqin tanishingiz sifatida ko'rsatadi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan eng katta muammo shuki, odamlar firibgarlikni faqat ahmoq odam aldanadi deb o'ylaydi. Bu juda xato fikr. Bugungi firibgarlik psixologiyaga, shoshiltirishga, qo'rquvga, ochko'zlikka va ishonchga qurilgan. O'qigan, tajribali, bank kartasidan ko'p foydalanadigan odam ham aldanishi mumkin. Chunki firibgar odamning bilimsizligidan emas, ko'pincha uning aynan o'sha paytdagi holatdan foydalanadi. Shoshayotgan bo'ladi, ishda band bo'ladi, farzandi haqida xavotirda bo'ladi, qarzini yopishga pul izlayotgan bo'ladi yoki telefoniga kelgan xabarga yetarlicha e'tibor bermaydi. Eng avvalo shuni bilib oling, SMS kod bank ilovasidagi tasdiqlash kodi, karta raqami, karta muddati va SHVV kodi hech kimga aytilmaydi. Bank xodimi ham so'ramaydi, davlat organi ham so'ramaydi, haqiqiy operator ham so'ramaydi. Agar kimdir kodingizni aytsangiz, kartangizni himoya qilamiz desa, demak sizni aldashyapti. Chunki kod himoya qilish uchun emas, operatsiyani tasdiqlash uchun keladi. Ya'ni siz kodni aytganingizda aslida firibgarga eshikni o'zingiz ochib berasiz. Oddiy misol keltiraman. Bir odamga telefon qilishadi va kartangizdan shubhali pul yechish harakati bo'lyapti. Biz bank xavfsizlik bo'limidamiz deyshadi. Odam qo'rqadi. Firibgar hozir bloklamasak 5 million so'mingiz ketadi dedi. Keyin SMS keladi. Odam kodni aytadi. Natijada 5 millionni himoya qilmoqchi bo'lib, o'zi 5 millionni tasdiqlab beradi. Bu yerda eng muhim belgi shoshiltirish. Firibgar doim tezlik talab qiladi. Hozir ayting. Darhol bo'lsing, 2 daqiqa qoldi. Aks holda pulingiz ketadi. Haqiqiy bank esa sizga o'ylashga imkon beradi. Rasmiy ilova va rasmiy raqam orqali murojaat qiladi. Yana bir keng tarqalgan holat onlayn savdo. Siz biror buyumni sotmoqchisiz. Masalan, telefoningizni 2 million so'mga e'lon qildingiz. Sizga xaridor yozadi. Men olaman, hozir pul o'tkazaman. Faqat mana shu link orqali yetkazib berishni tasdiqlang. Link chiroyli ko'rinadi. Ichida bank yoki yetkazib berish xizmati nomi bo'ladi. Siz karta ma'lumotini kiritasiz. Keyin hisobingizdan pul yechiladi. Chunki pul olish uchun karta ma'lumotlarini to'liq kiritish shart emas. Pul o'tkazish uchun odatda karta raqami yoki telefon raqami yetadi. Agar sizdan CV va SMS kod, bank ilovasiga kirish yoki pasport ma'lumotlari so'ralayotgan bo'lsa, to'xtang. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda pensionerlar. Chunki ular ko'pcha bank ilovalari va onlayn xavfsizlik bo'yicha yetarli tajribaga ega emas. Ikkinchi guruh talabalar va yoshlar. Chunki ular tez pul topish, grant ish, bonus sovg'a, cashback degan takliflarga tezroq ishonishi mumkin. Uchinchi guruh tadbirkorlar. Chunki ularda aylanma pul ko'proq bo'ladi, ko'p to'lov qiladi, ko'p odam bilan yozishadi va soxta shartnoma yoki soxta buyurtmaga duch kelishi mumkin. To'rtinchi guruh esa qarzga botgan yoki moliyaviy qiyinchilikdagi odamlar. Chunki firibgarlar garovsiz kredit, foizsiz qarz
investitsiyada oyga 3% daromad kabi takliflar bilan aynan shunday odamlarga chiqadi. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz hech qachon kodni aytmasangiz, shubhali linkka kirmasangiz, bank ilovasini faqat rasmiy do'kondan yuklab olsangiz, kartangizda katta pul saqlamasangiz va har bir operatsiyani tekshirsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men umuman xavfsizman deyish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar yangilanib turadi. Bugun ular SMS bilan ishlasa, ertaga Telegram orqali, undan keyin esa ovozli xabar, soxta videoki tanishingizning buzib kirgan akkaunt orqali aldashi mumkin. Hayotiy misol, bir ayolga qizining Telegram akkauntidan xabar keladi. Ona zudlik bilan 20.200.000 so'm kerak. Telefonim ishlamayapti. Mana shu kartaga tashlang. Ona shoshilib pul o'tkazadi. Keyin bilsa qizining akkaunti buzilgan bo'ladi. Bunday holatda birinchi qo'yda pul so'ralganda albatta ovozli qo'ng'iroq qiling. Agar javob bermasa boshqa yaqiniga qo'ng'iroq qiling. Uyalib qolaman, tez kerak ekan deb o'ylamang. Pul o'tkazishdan oldingi 30 soniyalik tekshiruv ba'zan bir oylik maoshingizni saqlab qoladi. Yana bir misol, erkak kishi internetda investitsiya reklamasi ko'radi. $100 kiriting, har kuni $10 foyda oling deyiladi. Dastlab $100 kiritadi. Ilovada foyda ko'rinadi. Keyin $500, keyin $1,000 kiritadi. Pulni chiqarib olmoqchi bo'lsa, komissiya to'lang, soliq to'lang, hisobni aktiv qiling deyishadi. Natijada odam asosiy pulidan ham, qo'shimcha to'lagan pulidan ham ayriladi. Esda tuting, kafolatlangan yuqori daromad degan narsa odatda firibgarlik belgisidir. Ayniqsa oyiga 20-30% aniq foyda deyishsa. Bu iqtisodiy jihatdan juda shubhali. Haqiqiy investitsiyada risk bo'ladi, hujjat bo'ladi, litsenziya bo'ladi, shartlar ochiq bo'ladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik sezmaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nuqta. Hamma link ham firibgarlik emas, lekin har bir link tekshirilishi kerak. Firibgarlar domen nomini juda o'xshatib qo'yadi. Masalan, bank nomiga bitta harf qo'shadi. Nuqta o'rniga chiziq qo'yadi yoki official, support, pay, uz kabi so'zlar qo'shadi. Oddiy odam buni sezmasligi mumkin. Shuning uchun muhim operatsiyalarni link orqali emas, o'zingiz rasmiy ilovaga kirib bajaring. Sizga xabar keldi. Unda jarima to'lang deyilgan bo'lsa, linkni bosmang. O'zingiz rasmiy davlat xizmatlari portali yoki bank ilovasiga kiring va tekshiring. Ikkinchi nuqta, firibgarlar faqat pul yechmaydi, ular ma'lumot ham yig'adi. Pasport rasmi, JSHSHIR, karta ma'lumotlari, telefon raqam, yashash manzili. Hatto yuzingiz tushgan video keyinchalik boshqa firibgarliklarda ishlatilishi mumkin. Masalan, ishga qabul qilamiz deb sizdan pasport, karta va selfie so'rashadi. Keyin sizning nomingizdan soxta akkaunt ochishadi yoki boshqa odamlarga ishonch uyg'otish uchun foydalanishadi. Haqiqiy ish beruvchi ham hujjat so'rashi mumkin, lekin bu jarayon rasmiy bo'ladi. Kompaniya nomi, manzili shartmi? Suhbat, mas'ul shaxs, telefon raqami tekshiriladi. Telegramdagi noma'lum profilga barcha hujjatlarni tashlab yuborish xavfli. Uchinchi nuqta, pul qaytarib beramiz firibgarligi. Odam bir marta aldanadi, keyin yana aldanadi. Qanday qilib? U internetga firibgarlardan pulni qaytarish deb yozadi. Kimdir chiqadi, biz bank orqali qaytarib beramiz. Faqat xizmat haqi oldindan 500.000 so'm. Yoki advokatimiz pulingizni topamiz, soliq to'lovi kerak deyishadi. Natijada odam ikkinchi marta pul yo'qotadi. Pulni qaytarish masalasida faqat rasmiy bank, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va haqiqiy yuridik xizmatlar bilan ishlash kerak. Oldindan natijani kafolatlab faqat pul so'raydigan odamdan ehtiyot bo'ling. 4-nuqta. Ba'zan firibgarlik oddiy savdo kelishmovchiligiga o'xshab ko'rinadi. Masalan, siz mahsulot buyurtma qildingiz, lekin sifati yomon keldi. Bu har doim ham jinoyat bo'lmasligi mumkin. Ba'zan iste'molchi huquqi masalasi bo'ladi. Lekin agar sotuvchi boshdan yolg'on ma'lumot bergan, soxta sahifa ochgan, pulni olgach yo'qolgan. Ko'plab odamlardan shu usulda pul olgan bo'lsa, bu firibgarlik alomatlariga yaqinlashadi. Shuning uchun dalil yig'ish juda muhim. Screenshot, chek, karta raqami, yozishmalar, telefon raqam, e'lon havolasi. Yetkazma ma'lumotlari saqlansin. 5-nuqta. Qarindosh yoki tanish orqali bo'lgan pul masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Tanishim-ku, shartnoma shart emas degan gap ko'p muammoga sabab bo'ladi. Agar siz 10 million, 20 million yoki undan katta pul berayotgan bo'lsangiz, yozma kelishuv qiling. Hech bo'lmasa tilxat oling. Tilxatda kim kimdan qancha pul oldi, qachon qaytaradi, nima maqsadda oldi, pasport ma'lumotlari va imzo bo'lishi kerak.
Pulni imkon qadar bank orqali o'tkazing, izohli qarz yoki kelishilgan maqsadni yozing. Naqd pul berganingizda dalil kamayadi. 6-nuqta bolalar va o'smirlar. Ular o'yin ichidagi buyum, akkaunt sotish, bonus olish, bepul skin, bepul uchi, bepul tanga kabi takliflarga aldanishi mumkin. Bola ota-onasining kartasini telefonga ulab qo'ygan bo'lsa, bir necha daqiqada pul ketishi mumkin. Men ota-onalarga maslahat beraman. Bolaga faqat bunday qilma demang, sababini tushuntiring. Telefon so'zlamalarida xaridlar uchun parol yoki biometrik tasdiq qo'ying. Karta limitini kamaytiring. Bank ilovasida SMS yoki push xabarnomani yo'qing. Bola xato qilsa, uni faqat urish emas, nima bo'lganini aniqlash muhim. Chunki vaqtida chora ko'rilsa, ba'zi operatsiyalarni to'xtatish imkoni bo'ladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, agar sizga bankdan deb qo'ng'iroq qilishsa, suhbatni davom ettirmang. Men o'zim bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilaman deb telefonni qo'ying. Keyin kartangiz orqasidagi yoki bank rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. Qidiruv tizimidan chiqqan birinchi reklamaga ishonmang. Chunki soxta reklama ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kartangizda katta pul saqlamang. Kundalik xarajat uchun alohida karta ishlating. Katta mablag'ni esa alohida hisobda yoki kirish cheklangan kartada saqlang. Onlayn xaridlar uchun limit qo'ying. Masalan, kunlik to'lov limitini 300 ming yoki 500 ming so'm qilib belgilash mumkin. Agar katta xarid kerak bo'lsa, limitni vaqtincha oshirib, keyin yana pasaytirasiz. Bu oddiy odat katta zararni kamaytiradi. 3-qadam, barcha ilovalarda 2 bosqichli himoyani yo'qing. Telegram, Instagram, elektron pochta, bank ilovasi va boshqa muhim akkauntlarda qo'shimcha parol bo'lsin. Telefon raqamingizga kelgan kodning o'zi yetarli emas. Agar SIM kartangizga kirish yoki akkauntingizga hujum bo'lsa, qo'shimcha parol sizni himoya qiladi. Parol 1286 tug'ilgan sana yoki ism bo'lmasin. Har bir muhim akkaunt uchun alohida parol ishlating. 4-qadam, agar pul yechilib ketgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Vaqt juda muhim. Ba'zan operatsiya hali yakuniy o'tmagan bo'lishi mumkin. Ba'zan karta orqali keyingi urinishlarni to'xtatish mumkin. Bankka aniq ayting. Men firibgarlikka duch keldim. Kartamdan ruxsatsiz operatsiya bo'ldi. Kartani bloklashni va operatsiyani tekshirishni so'rayman. Suhbat va murojaat raqamini yozib oling. 5-qadam, dalillarni saqlang. Hech narsani o'chirmang. Telegram yozishmalari, SMS, qo'ng'iroq raqami, karta raqami, chek tranzaksiya vaqti, summa, link, profil nomi, e'lon skrinshoti, sayt manzili hammasi kerak bo'lishi mumkin. Skrinshot olayotganda sana vaqt va profil ko'rinib tursin. Agar link bo'lsa, uni qayta ochib kirmang, lekin manzilini saqlang. Agar profil yo'qolib qolsa ham sizda dalil qoladi. 6-qadam, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Arizada voqeani tartib bilan yozing. Qachon, kim, qaysi raqam yoki akkaunt orqali bog'landi, nima dedi, siz nima qildingiz? Qancha pul ketdi? Qaysi kartaga yoki hisobga o'tdi? Qanday dalillar bor? Arizada hissiyotdan ko'ra faktlar muhim. Meni aldashdi deyishning o'zi yetarli emas. Jarayonni bosqichma-bosqich yozish kerak. Masalan, 2025 yil 12 mart kuni soat 15:30 falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Mendan SMS kodni so'radi. Kodni aytganimdan keyin kartamdan 3 million so'm yechildi. Mana shunday aniqlik tekshiruvga yordam beradi. 7-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa ota-onangizga, buvingiz, bobongizga, farzandlaringizga oddiy qoidalarni tushuntiring. Kod hech kimga aytilmaydi. Pul so'ralsa qo'ng'iroq qilib tekshiriladi. Link orqali karta ma'lumoti kiritilmaydi. Bank xodimi parol so'ramaydi. Buni bir marta aytish yetmaydi. Vaqti bilan eslatish kerak. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul topadi. 8-qadam, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, xodimlaringizga ham qoida kiriting. Korxona pullari bitta odamning Telegram yozishmasi asosida o'tkazilmasin. Har bir yirik to'lovda 2 kishilik tasdiqlash bo'lsin. Shartnoma, hisob faktura, kontragent rekvizitlari tekshirilsin. Direktor nomidan zudlik bilan pul o'tkaz degan xabar kelsa, albatta telefon orqali tasdiqlansin. Ko'p korxonalarda zarar aynan ichki tartib yo'qligi sababli yuz beradi. 9-qadam, kredit va mikroqarz masalasida ehtiyot bo'ling. Kredit chiqarib beraman, oldindan xizmat haqi tashlang degan takliflar juda xavfli. Haqiqiy moliyaviy tashkilot sizga rasmiy ariza, shartnoma, foiz stavkasi, to'lov jadvali va identifikatsiya jarayonini ko'rsatadi.
noma'lum odamga pasport rasmini va plastik karta ma'lumotlarini yuborib, kredit olishga urinmang. Keyinchalik sizning nomingizdan qarz rasmiylashtirilganini bilib qolishingiz mumkin. 10-qadam. Shubha tug'ilsa, to'xtang. Firibgarlarning asosiy quroli sizni o'ylashdan mahrum qilish. Shuning uchun o'zingizga qoida qiling. Pul, kod, pasport, karta va parol bilan bog'liq har qanday vaziyatda kamida 5 daqiqa tanaffus qilaman. Telefonni qo'yaman, yaqinimga qo'ng'iroq qilaman, rasmiy manbani tekshiraman. Shoshilinch gaplarning aksariyati aynan aldovda ishlatiladi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Zamonaviy firibgarlik ko'rinmaydi, lekin juda tez ishlaydi. Oldin odam ko'chada aldansa, hozir telefon ichida bir linkda, bitta kodda, bitta xabarda aldanishi mumkin. Himoya esa murakkab emas. Kodni aytmang, shubhali linkka kirmang. Pul so'ralsa tekshiring, kartaga limit qo'ying. Dalillarni saqlang va darhol rasmiy joylarga murojaat qiling. Bu videoni befarq ko'rmang. Hozir bitta yaqin odamingizga yuborsangiz, ehtimol uning pulini, asabini va vaqtini saqlab qolasiz. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelganmisiz? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi ogohlantirishlarni o'tkazib yubormang.